Ha, biz o'zbek tilida gaplashyapmiz, lekin o'zbek tilida emas bunday o'ylab qaraganda. Men o'zbekman, lekin hatto ko'chada ovqatlanmoqchi bo'lsam ham rus tilini bilishim kerak. Davlat idoralariga ishga kirmoqchi bo'lsam, mendan rus tilini bilishimni talab qilishadi. Men o'zbekman, ammo kinozallarga borib kino ko'rish uchun rus tilini bilishim shart. Ishga kirmoqchi bo'lgan odamlar o'zbek tilini biladigan, O'zbekistonda ishga kirmoqchi bo'lgan odamlardan ham shunaqa kompaniyalar, shunga o'xshash kompaniyalar talab qiladi rus tilini. Shuning uchun ham o'zbek tilida gapirmayaptimi, narsasini olish kerak emas boshqa. Farzandlarimga xususiy bog'cha izlab Mirzo Ulug'bek tumanini kezmoqdaman, poytaxtimizda. O'zbek tilida o'tiladigan, dars beriladigan xususiy bog'chalar deyarli topilmadi. Qani mantiq? Qon bosimim oshdi. Davleniyami? Boshlandi yana. Telefon qil больницаga. Qo'ng'iroq, kasalxona. Ko'p perejovat qilmang. Ana ahvol. Ana, skori chaqiryapmiz. Tez yordam. Voy ona. Zaynit beryapti. Band degan devona. Pristop bermasang, chidang 5 minut. Voy, o'lmasam. Daqiqa unut. Qapdori iching. Shifokor kelguncha. Xurujdan asraydi, kasalxonaga borguncha. Ichmayman, jon bolam. Shu so'zing malham. Tilingdan aylanay. Baraka top. Kim bo'lsang ham. Ona tilim, omon bo'l. Men ketsam.